Kelin. Voy. Voy buni o'tirishini. Nima qilib o'tiribsiz? Turing, hovlini sipirib, suv sepmaysizmi? Tozalik bor joyda baraka bo'ladi. Turing o'rningizdan. Turing, tezlashing. Qaynonalarga ish qilmay, bekor qolib ketsang, yoqmaysan deyishardi. Rost ekan. Tavba. Xo'p, oyijon. Dazmol qilyapsizmi, bolam? Dog'i ketmabdi-yu. Oqartiradigandan solmabsiz-da. Hamma ishdan ayb topaveradilar-ya. Xo'p, oyijon, boshqatdan yuvaman. Bismillahirrohmanirrohim. Nima qildingiz ovqatda? Sho'r bo'lib qopti-yu, qizim. Xamiri ham pishmagan. Bundoq qarab turmaydimi ovqat pishguncha tuziga, suviga? Ovqatim ham yoqmaydi. Nima qilsam ham yomonman. Xo'p, oyijon. Keyingi safar ahamiyatliroq bo'laman. Ha? Ne kayfiyating yo'q? Oyijon meni yaxshi ko'rmaydilar. Nima ish qilsam ayb topaveradilar. Nima meni yoqtirmay kelin qilganlarmi? Hey, unaqa gapingni boshqa eshitmang. Onam juda ham yaxshi insonlar. Sani qanaqa orzularda kelin qilganlarini bilasanmi o'zi? Kelin. Bu yoqqa qarang. O'tiring. O'tiring. Ha, oyijon. Bir narsa so'ramoqchiman. Oyingiz sizni hech urishganlarmi? Ha, urishganlar. Endi urmasdilar-yu, lekin aytgan ishlarini qilmasam urishardilar. Unda oyijoningiz sizni yaxshi ko'rmasa ekanlar-da. Voy, oyijon, bu nima deganingiz? Oyim meni juda ham yaxshi ko'radilar. Ba'zida jahllarini chiqarib qo'yganim uchun urishardilar, lekin onalar farzandiga yomon bo'lsin demaydi-yu, oyijon. To'g'ri. Onalar farzandiga yomon bo'lsin demaydi. Qaynonalar ham tanbeh beradi, nasihat qiladi, kerak bo'lsa urushadi. Buni to'g'ri tushunish kerak, qizim. Qaynonalar ham ona bo'ladi. Oyijon, meni kechiring. Siz uchundim.